Yangi yilni har yilgidan noan'anaviy kutib olishni xohlaganlar uchun top 5 ta shahar. 5-si sizni aniq hayron qoldiradi. Birinchisi barchaga birdek yoqadigan va barchaning yoshlikdagi orzusi bo'lgan Nyu-York. Shahar Yangi yilga yaqin xuddi kinolardek bayram shukuhiga to'ladi va undan tashqari odamlar Times Square atrofida yig'ilib Ball Drop'ni yerga tushishini kuzatadi. Bu esa bayramning ajralmas qismi hisoblanadi. Ikkinchisi bu Islandiya, Reykjavik. Bu shahar aholisi va turistlar Yangi yil kirish arafasida katta gulxan yoqadi va Yangi yilni shu gulxan atrofida kutib oladi. Uchinchisi bu Edinburg, Shotlandiya. Yangi yilni eng uzoq nishonlovchi kichik shaharcha. Bu yerdagi insonlar Yangi yilni 2-3 kun oldin boshlaydi va har xil marosimlarni o'tkazadi. To'rtinchisi, Yangi yilni hammadan birinchi kutib olaman deganlarni Avstraliyaning Sidney shahriga taklif etamiz. Mintaqaviy joylashuv hisobiga sidneyliklar Yangi yilni hammadan erta kutib olishadi. 5-joyni aytishimdan oldin videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Uzoq kutilgan shahar esa bizda Vena, Avstriya. Shahar markazida dunyodagi eng ko'rkam Silvester Fat tadbiri bo'lib o'tadi. Siz esa buni bir marta bo'lsa ham o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Sababi Vena shahrida Yangi yilni nishonlash qaysidir mashhur tarixiy ertakka tushib qolishga o'xshaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Siz Yangi yilni qanday kutib olasiz? Izohlarda yozib qoldiring.